Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Inshaalloh 21-martda kelgan ziyoratchilarimizdan 95 ta ziyoratchi kelgan bo'lsak, bir yaxshi sabablarga ko'ra 41 ta odamimiz oldinroq uchyapmiz. Qolgan 54 ta odamimiz bizdan kechirim uchishadi. Bu yaxshi sabablar deb o'ylayman. Bir qator birinchi avtobusimizni o'sha birinchi kechgani ziyoratchilarini ko'rsatib qo'yamiz. Bizni kuzatayotgan kutib oluvchilar kutib turaverasizlar. Men qaysi mahalda uchamiz, qaysi mahalda inshaalloh 90% ga Farg'ona aeroportiga uchamiz. 90 Farg'ona aeroportiga nechiga qo'yishligimni tagiga yozib qo'yaman. Bir qator ko'rsatib qo'yaman hammalarini. Mana Muhammad Yusuf, yoshlardan Ravshanbek, Ilhomjon, Azam akam, Sherzod aka, mana Muhammad Yusuf, Abduxoliq aka, mana Abdusamad aka, Ubaydulloh hoji aka, Hurmat hoji akam bilan kelyaptilar. Bu bizning nabiyimiz bizga Makkada 10 kun 11 kun davomida bizga ovqatlarimizni qo'yib, bizga xizmat qilgan yigitimiz biz bilan kelib Madinada ham 3 kun bo'ldi. Alloh rozi bo'lsin bu yigitdan ham. Yaqin kunlarda bu uylanish nasib qilsin. Zavja. Abdulla akam mana. Hoji akamlar yangi guruhdan. Foto ko'rsatib qo'yaveraman hoji aka sizlarga ham. Rahmat. Ana hoji onalarim. Hoji ona xursandchilik ko'z yoshlarimi nima bu endi? Madinani tashlab ketayotgan. Allohdan so'rang yana kelishlik nasib qilsin. Mana Alloh nasib qilsin. Amin. Mana hoji ona. Tanjonlarimiz sog' qilaylik. Sizlarni ham sog' salomat yana shunday kunlarda ko'rishlikni Alloh nasib qilsin. Yana bu yo'lboshchi bo'lib kelib, yana ziyoratlar qilib, tavaflar qilib, Madinada ham ko'p kun o'tirib ketaylik. Allohu akbar. Qizim siz mana hoji ona. Iloyim Madinaga kelib 8 kunlar turishlikni biz niyat qilyapmiz. Alloh shu niyat maqsadlarimizni tez kunlarda Alloh berib qo'ysin. Amin. Xudoyam shu turganimizga ham Allohdan rozimiz. Alloh yana qaytib chiroyli joylarda, chiroyli nimalarda, tavoflarda qilib, xato kamchiliklar bo'lsa o'zing kechirgin. Allohu akbar. Mana hoji onalar. Rahmat, tanjonlaring sog' bo'lsin. Qilgan xizmatlaringga rozi bo'linglar. Alloh rozi bo'lsin. Sizdan hoji ona qalay, yaxshi kelyapsizmi ish qilib? Hamma yaxshi bo'ldimi? Alloh rozi bo'lsin. Mana hoji onalar. Qalay? Juda ham zo'r bo'ldi. Har mana Xudoga shukr behisob ancha ko'p marta kelganman, Xudoga shukr. Bu turdan juda xursandman. Men Toyibda endi mana shuncha kelib ko'rmagandim, bu safar ko'rdim. Erinishmas ekan, tanjonlari sog' bo'lsin. Juda ham xizmatni yaxshi qilishdi. Alloh rozi bo'lsin, niyatlarini bersin. Martabalari, ulug' valalari katta bo'lib, bundan ham chiroyli ishlarni qilib yursin. Bizga ham nasibamiz qo'shilib, yana o'g'illarimiz bilan, kelinlarimiz bilan, nevaralarimiz bilan shu kalikni bilan yana kelishlikni Alloh nasib qilsin. Sog' bo'ling, Abduvohid, niyatingizni Alloh bersin. Mana Toshkentga qatnaydigan bitta sinfdoshim borda, hoji ona. Klientlarga yoki bir ish qiladigan bo'lsa, mamnunmisiz deydi. Mamnunmisizlar? Mamnunmiz. Shunaqa ajoyib sinfdoshim bor. Sizlarchi yaxshi kelyapsizlarmi hoji ona? Hamma yaxshi bo'ldimi hoji ona? Alloh rozi bo'lsin sizdan. Ozlapa? Qani? Hoji ona? Umringizga, sizga Alloh baraka bersin. Shunchalik xizmatlarni qildingiz. Alloh rozi bo'lsin. Yana birga kelishga Alloh nasib ro'za aylasin. Alloh hamisha qayta chaqirsin. Amin. Alloh akbar. Kam bo'linglar. Ya albatta. Hammasi yaxshi gaplashgan bo'lsak, Alloh o'zi rozi bo'lsin. Ya Xudo xolasa yaxshi gaplashdik hammalaring bilan. Zo'r bo'ldi. Haqiqat kelaveraylik. Haqiqat Alloh chaqirsin bizni ham, hammamizni ham, guruhimizni. Menga ham kelajakda sizlarga o'xshagan yaxshi guruh bilan uchraversin. Hoji ona, duoyingizni olay endi sizni. Alloh sizga baraka bersin. Meni xizmatdan charchamang. Alloh doimo sizga ham, oilangizga, oshingizga, boshingizga, duoingizga baraka bersin. Ishga, ko'plab katta hojilarga birga olib kelish nasib qilsin. Charchamang. Allohu akbar. Qizlarimiz ham kelishyapti.
hoji opalar Sog' bo'ling. yaxshi kelyapsizlar, hamma yoq joyida bo'ldimi ishqilib? Bo'ldik, Xudoga shukr. Alloh rozi Shu bo'lsin. gruppa yo'qolmaydi endi. Yo, bu guruh o'zlaringga qoladi, bemalol yozishib bir-birlari bilan topishsalar ham bo'laveradi. Bemalol. Odam ham tavsiya qilamiz. Inshaalloh, bemalol. Mana hojonalarimiz ham hozir kelishyapti. Hojonalar qalay bo'ldi ibodatlari? Yaxshi bo'ldimi? Ham yaxshi bo'ldi. Ko'ngildek bo'ldimi? Behisob shukr, behisob. Alloh hammalarimiz ibodatimiz Shularga qilib. chaqirib, bizni ehson qilib olib kelganlarni ham, ota-onalari ham, o'zi ham tan jonlari sog' bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin sizlardan ham. Qilgan ibodatlarimiz dargohida qabul bo'lsin. Yana kelishlikni nasibi mukarram aylasin. Sizlarga ham tan jonlaringlar sog' bo'lsin. Sizlarga ham bolalaringlar bundan-da ziyoda qilib o'zlaringlarni o'zimiz topamiz dada desin. Amin. Sizlar qalay kelyapsizlar? Taassurotlar a'lo. Yaxshimi, hamma yoq joyidami? Joylar sog' bo'lsin. Sizda-chi opa? Man tanigan insonlar, jigarlarim faqat siz milliy boshliq qilganingizda kelishadi, tavsiya qilaman. Inshaalloh. Hojonalar? Sog' bo'lsin. Juda chiroyli tadbirlar tashkilladilaring. Mehnatlaringga rozi bo'linglar. Yana qayta shu gruppada kelishni Alloh hammamizga nasib qilsin. Amin. Hammaga taklif qilamiz. Bizga tavsiya Judayam qilganlarga holatda mazza qildik. Ibodatlarimizni bilmaganlarimizni o'rgandik. Allohga beadad shukr. Rahmat. Sizlarni bizga bosh qilib Alloh tayinlaganiga minnatdormiz. Alloh rozi bo'lsin hammamizdan. Bo'ldi. Rozi bo'ling Dilbar opa. Roziman. Hojonalar? Rahmat, Alloh qilgan mehnatlaringni rohatini ko'ringlar. Hammaga tavsiya qilamiz sizlar bilan kelishlikni. Qizim, sizda qalay bo'ldi taassurotlar? Hamma gruppalardan a'lo. Zo'r. Sizlarchi qizlar? Muhammad Qodirdan ham bir suhbat olamiz, qani? Sizchi qizim? Bu qizimizchi qalay bo'ldilar umralar? Yaxshi bo'ldi. Alloh rozi bo'lsin. Xohlasa yana kelish nasib qilsa Amin. Sizlarchi? Juda ham yaxshi. A'lo. Hojonam qalaylar, hojonam? Yaxshi, rahmat. Zo'rmi? Bitta chiroyli duo qilib bering oxirida. Qiling. Allohim hammalaring tan jonlaring sog' bo'lsin. Amin. Alloh panohida bo'linglar. Alloh umrlaringizni ziyoda qilsin. Amin. Ko'pga xizmat qilib charchamanglar ilohim. Ajrini Allohdan ko'ringlar. Ko'pchilik beni yana ishlatib shu joylarga chaqirishni Allohdan so'rab qoladi. Allohu akbar. Sizlarga ham oson emas ekan, mehnatlaringizga rozi bo'linglar. Mayda eng kichkinamiz, bu kishim xolasalar uxlab olaveradilar, ha. Mayli. Bu 21 martda kelgan o'sha 95 tadan 41 ta ziyoratchilarimizni ko'rsatib qo'ydik. Alloh hammalarimizni umra ibodatlarimizni payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamda qanday qabul qilgan bo'lsa, xuddi shu holatda qabul qiladi. Keyingi rasm yoki videolarda to'liq qilmagan taqdirimizda ham Jiddaga yetib keldik. Samolyotga chiqyapmiz, samolyotga o'tirdik degan videolarda va qaysi mahalda Farg'ona aeroportiga yetishlarimizgacha yozib qo'yamiz. Hammalaringga assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.